İşning başı axırı mundaq. Mushu uçurishish degan ishga azaldan ishonchim nihoyat kam bir odamman. Shunlashqa men bir muhabbat peshvosini taklif qilib, menga yo'l ko'rsatib berishini o'tindim. Kiyim. Lekin mening tuzuk kiyimimning tayini yo'q. Sen o'zingning eng qimmat kiyimlarini kiyib bak. U sana ishonch ato qiladi. Rahmat professor. Peshvoning jikilgan talabini anglab, uçuruş günüsü men darvaqa hammadan qimmat kiyimimni kiyib bordim. Ya'ni Yurunfu. Qanday kiyimim tezimka? Do'stimdan telefon kelib qoldi. Ishim botdi. Xo'sh. Mana men deb chiqib turdi-ki, bu cho'kan o'zining menga tavalluq bo'lishi shartining to'shmaydiganligini his qilib, xijilchilikda asta chiqib ketdi. Lekin sepidan oq ko'ngil shosh yigit bo'lish sifatim bilan men cho'qim onunga fursat yaratib berib, uning menga erishishdek muqaddas majburiyatni o'z zimmamga elishim kerak. Voy, sizmi go'njal saqlayapsiz a? Mashinangiz yo'q ekan-a sizdingmi? Voy, sizning pulingiz bor ekan-a? Voy, sizmi muzdekdan potilkasini terib o'tansiz? Voy, sizmi qo'lingizni siyib soldingizmi?